hozirgi kunda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida markaziy dehqon oziq-ovqat bozorini qurilish jarayonlari ketmoqda. Markaziy dehqon oziq-ovqat bozorimizda 126 o'rinli savdo do'koni zamonaviy tipdagi hamda bostirma 250 o'rinli ishsizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida 600 o'rinli ish yaratiladi. Markaziy dehqon oziq-ovqat bozorini qurilish rejalashtirilgan loyiha qiymati 40 milliard 360 millionni tashkil qiladi. Hozirgi kunda mana Markaziy dehqon oziq-ovqat bozorimizda kotlovan ishlari, podvalda betonlash lenta ishlari olib borilmoqda, regel kolonnalar qo'yilmoqda.